Ekran aldırıcı qadrli görürmenler, şundaqla naq meydandaki tamaşasını dostlar ki, ben program riyasetçisi Gülşen Mehmet Dursun. Bu sen programımızda mı oxşaşlar görürmenlerimizge, tamaşasınlarımızga güzel tileklerini et geldim. Elbette çolpuğumuzdu mu et geldim. Bu sen programımızdaki aziz mehmanımız kimdi? Men bilen birlikte teklimiz kelip sizler için hizmet kıldığan hem söhbetli bulduğan aziz mehmanımız bolsa, tanılgan aktör, komediya artisti, şundaqla mening suyumli savaqdışım Kasım Qurban. Qani teklimizge merhamet. Rahmet. Rahmet. Hayacan çıkarmayın sizce. Rahmet. Otaşan bulandı. Buldu. Kızgın karşı alınız. Rahmet. Benden başlayalım. Başla. Neydi? Kasım aldı bilen görürmenlerimizge, tamaşalarımızga salımınız yetkіз etken bolsun. Ben Kasım Kurban'dan hemmanlar otuk salam. Şunda. Kasım nägili basın görürmenlerimizge, dostlarımızga hoşallık ata qılıp kilwatıda. Elbette bugün programımızga texmi zor hoşallık ata qilish bilen birge Kasım Qurbanның şug'ullanayotgan kasbi, elbette hayatı bilen mu texmi cho'nqur paranglashimiz. Kasım ikkimiz savaqdash, oliy maktabda birge o'qigan. Men eng yuqori numur bilan qabul qilingan bo'lsam, Kasım eng to'la numur bilan qabul Dep koydu. Kasbda bek yaxshi o'qigan, chaqchaqa hamdi. Kasım'ın tirishchanligi bilan, kasbga mas'uliyatchanligi bilan bizni ta'sirlantirib kelayotgan bir suyumli sog'doshlarımızning biri hisoblanadi. Rostlamamdi. Kasım'da bo'lsa, hozir yurishimiz kerak. Ben şu oturup kimem şeyde. Oy. Bu şu Gülşen Mehmet Dursun'la riyasetçi teklif qilib, o'zim qatnashib, ssenariyni yozib deganda yaxshi bir xalqimizga bir ma'naviy oziq beradigan bir programma ishlayapman-da endi. Kasım'dan hozir bir salayeti bo'lsa, mening xo'jayinim qanday xo'jayin degan chaqda Xinjiang kamera madaniyat tarqitish şirketini qurib chiqdi. Bu shirkatning qurg'uvchisi. Albatta bizni taklif qilg'ashqa iqtisodiy ishlarga Kasım mas'ul bo'ldi hamda bizga pul berish degandek ishlarga hamda Kasım mas'ul bo'ldi. Bu politikada bizning savdoshlarimiz intayin ko'pa. Boya Kasım degandek riyosetchilikni o'tayapman. Aziz mana mush hozir mening suratimni surat kelayotganmish, undan boshqa bizning maqolamizni, ssenariylarimizni, kitobimizni yozayotgan Abdur Mahmudjon qatorliq suyumli savdoshlar birlikda ishlayapmiz. Endi tunishtirib ammo son programmamiz Kasım Qurbanning ana Xinjiang kamera madaniyat tarqitish shirkatining olib ketmisin Kasım. Ular bunda da qo'ysak bo'lsa. Bektavat. Vaqt qolsa uzundan beri televiziya, teatr filmlarda, kinolarda, undan boshqa ijodlarda har xil obrazlarni yaratib xizmat qilib kelayotgan. Nechta shirkat qurishni o'ylab qoldingiz? Endi shu e'lon bozorining bak yaxshi bo'lib ketganligini ko'rib, o'zim e'longa chiqib, o'zim e'lon ketib, o'zim operatorlik qilib, o'zim kirishtirib degandek ishlarni biroq o'zim qilay deb men pek chiqib ketdim-ku boshliqlar. Yaxshi oldu. Asosiyatda mening gaplarim deb qo'ydim. Hammalar rahmat aytdim. Bundan burun ko'pincha ko'rmanlar, endi shu ifralda ko'rmanlar olsun, yoki atrofimdagi do'st birodarlarim uchun qo'shniq yaxshi bir e'lonlarni ishlaydi, yoki kinolarda obrazlar rasmi komedilik bir obraz yaratadi deb o'ylagan ekan. Men nurg'un o'ylash orqali endi hozir korxonchilarimizning tijorat jihatdan yaxshi ketib borgan tijoratlari. Endi bizning hukumatimizning yo'l qo'ygan siyosatlari yaxshi bo'layotdi. Unda olgan ekan endi shu korxonchilarimizning tashviqotini qilish bilan birga yaxshi bir programmalarni ishlab xalqimizga isil bir san'at nomerlarini yoki shunday yaxshi bir programmalarni sunsak, bir xalqimizning ma'naviyatini texmi biysak degan umid bilan shu Xinjiang kamera madaniyat shirkatini qurdim. Nəhayət bir yaxshi bir ulug'vor planlarni qilyapmizda. Buningdagi mayli e'lon tashviqot jihatda yoki kino jihatda, ya'ni san'at sohasi jihatda o'ylashyapmiz. Shunga shunda qurdim endi sizlarga mening programmamga riyosetchilik qilganingizga cheksiz rahmat aytaman. Oliy maktabda bilganmisan bu. Ama şu oliy maktabdan shu Gulshan bilan men savoldosh o'qib, mush savoldoshimning mushna donglik bir riyosetchi bo'lib mening programmamda bilgan bo'lsam shu vaqtda amallar buni konka qilmay men sinf tashkilitimda
Buni konkret qilmay ba deb qo'yib, yoki buning darslariga tayyorlik qilish berib juratganman. Lekin yana ulgurmayapti. Yana bundan keyin yana qo'llashib qolib rost men ijro qildim. Ay biz yaxshi qilgan, onun siz o dersin qatnaşlar yo'q deb Yo'q deb men xastang deb qo'ydim. Bu ma'lumlar kesimi aytirish. Bizga rep. Ma'lumlarni uydan chaqirib kelib bunda o'qiydigan qizlarda ne asosiyatimiz dibaj yurtdim endi. Ay turmush Turmush öyle qildim. Berib falanchilamda sharab ichibdi, diskoni asli munda o'ynayotgan deb turmush kechirdi. Ay keyin shu rolga chiqib qolsam demak. Keyin shu masalan shunda bir rolga chiqib qolsak tantirmaymiz-da turmush kuzatganlikni. Hemen mishin chiqdi. Endi bu bir şirketning qurilishimi sizning shu e'lonlarga chiqqanligingizning natijasi desak bo'ldi. Siz chiqqan shu e'lonlar xili unumini ko'rsatamdi. Siz şu obraz vakili bo'lgan mahsulotlarning setilishi yaxshi bo'latamdi Qasim. Yoki siz chiqiblar. Siz chiqiblar, biroq setilmay ishlab ketdi. Ya uni men bildim. Ya menda endi bir mahsulotni biz qo'limiz tutiblar. Mani ishingiz ish qilib dehshat yaxshi sizjimi? Ishchidan anandiki shu vaqtcha suvingizmi iching? Uxlayotganda amallar beshingiz qo'yib, jo'yliganda yana qo'yib ichibsan. Deydigan mundaq ilqi tom saqli bir gap qilsak xalq ani qabul qilib bo'lmaydi aldirabdi. Voy bu ne sara meni deydi u chaqda bu sarangmi men nima deb turdi. Endi uni amallar san'at qilib qiziqarli qilib qilsak, ba'zi odamlar maktabdan mesela o'quvchilar maktabdan qaytadi, ish xizmatchilar idora organdan qaytadi, dehqonlar ishdan qaytadi deganda har kasbdan uyi qaytadi. Qaytib bir kun yerib ichib aran kirgan vaqtida televizyonni shunday olsa bir muncha e'lon chiqib, meni bayatinqidek yaqsa hammasi vasli o'tib ketdi ona. Ammo uni qilmi deyilib taqwa haq o'tirib bir xil kulib olib, shu bir kulkining o'zi shuning bir xil o'ziq. Hadığı çıkdı da bir kunlik. Anandaki şu bir kulish bilan billa şu masala şunun kallasini qilib qoldi. Tasadduq mesela bir talabazir kirib qolgansa, ani shundal ko'rgandiki, har so'yliqni bir kirgandimi, yiliq shu ekan bu. Yiliq davatgan shu. Qasim e'lon chiqqan bu deb turib oldi uni. Mesela e'lonni men eski yaxshi deb berdi. Baha demayman, taklif qilmayman. Mening his qilishimcha, jazman xalqning ko'ngliga yoqadigan bir narsani qilib beralganda, anankin biz utuq qozongan bo'lamiz. Demek siz chiqqan shu e'lonlar xalq qalbidan o'rin olganligi uchun, mahsulotmi xalq qalbidan o'rin oladi. To'g'ri. Shuning uchun siz chiqqan shu 300 xildan ortiq mahsulotning e'loni sarxil bo'lganlikdan siz obrazni voyaga yetkazib o'rinlaganlikdan hozir bu mahsulotlarning setilishi intan yaxshi bo'ldi-da, bozorlik mahsulotlarning qatoridan o'rin oldi. Endi mushun bir aktyor uchun haqiqiy natija desak bo'ldi, to'g'ri. Masalan, men chiqqan e'lonlarning ichida nurg'un yaxshi mahsulotlar bo'ldi. Uning sirf e'lonlar yaxshi ishlangandan keyin ba'zi xo'jayinlar hatto menga telefon qildi. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Sizning shu e'loningizni biz qo'ygandan keyin hatto iskilotda mal qolmagan ahvollar bo'lgan juma, men rost gapman. Shunchalik darajada kesilib. Undan keyin bizga nisbatan bir taqirlik yo'q. To'g'ri. Bu jihatda rasman haqiqatan taqirlayman. To'g'ri. Biz endi qarshi tarafninki mayli qanchalik bo'lsin, pulini oldik emas, bu e'lon chiqdi degan. Shu pul endi degan yeriga borsa, bizning aslo foydamizni ko'rsatadi deb o'ylaymiz endi. Endi Qasim ikkimiz nurg'un paranglashgan, nurg'un sirlarimizni bilamiz, maxfiyatliklarimizni bilamiz. Endi naqadandagi tomoshabinlarimizdan balkim so'raydigan savollari bo'lishi mumkin. Qasimdan so'rsam so'raverma, endi tomoshabinlarga bir fursat beraylik. Tomoshabinlar sening qanday savollaring bor ekan? Anlab bakaylı. Amal da tez muşu Qasim cevap veremeydiğin sorularını soranlar. Bizning rejissor bo'lgan konuşumuz adat ochiqdek yaman degandek mushtaqil ko'z qarashlarchi. Odatda siz oildimi, mushtami yoki mush ochiq yomon bo'lib qolish, mush rejissorlikniki bir kasbiy xarakterlik kesilimi degandek. Sizin sağda sen için ochiqam yomon. Hozir u isilib ketdi endi. Mayli, sen to'g'ri desam, men ochiqim burun vesh yetdim. Onning hozir
Onun için bu açıklama amalı sanat kılattım da ben. Qanday Külüp durupçu. Neymiş ki bunda kılsa? Ha? Anda kılsan yaxşı oldu. Gülşen bek vurdu, beni bek vurdu. Koğulat durup aşı süpürge kalkacaklarla bek vurdu. Yeyittim ha, dayak yeyittim. Gülşen, bedellerim. Ben körümellergim deydiğim için, ikralda körümellergim deydiğim sanat hissiyat bilen oynaydigan narsa. Hissiyat bilen bulgan narsa. Keyfiyat. Keyfiyat bilen bulgan narsa. Mesela emdi rol olaydı. Gülşen, demem sen bana ya. Degenninkilla, bana ben kılmayayım bana bunu. Bundan da kısam ne oldu ya da vakıraydıgan işlem belki sadır bop kaldı. Rejissör mu adam okşamayıcı. Mesela bazı aktörler var, neydi? Tez kurdu da Tez oldu. mesela senaryen körüpler özünün obrazını birden teklif kılıp, tekstini birden yatlapla, baştan ne de boğuşa şu obraz kırarlar. Ama yeni bazı aktörler şu, şendirsin mi, ay karang, mani, mında epırsızsın. Sen ahi keşi de bir vakada el operatörler diyen indak bütün çırakçılar diyen ciddi bir şey karab dursa elik ya tek son kaldı ya oynayatkan rolunu çıktı da başka birinin oynaydı. Bakla yeni bir kilayıcı yeni bir. Ha dikkat der operatör tutma. İşte başladı. Yeni şu 3-4 kıtım kelgenlikle rejissörünün o'ylayotgan shu asarning umum qurilmasini o'ylayotgan narsa chechilib turdi. Shuningla Pek to'g'ri dedi Qasim. Bizning doim ko'rganimiz rejissyorlarning ochiqlangan vaqti, lekin uning oldida nima ishlar yuz berganligini bilmaymiz. To'g'ri. Ko'pinchaning qallasida bu rejissyor degan 7-8 yanchig'i va ekranning oldida o'tirsalar, qillapla, vaqirabli qiladigan. Unda emas. 2016-yili 90ga berib nayt yaxshi ishlangan atam deydigan bir filmga Fuching deydigan bir kinoga men rejissyorlik qildim. Bizning yana bir kasbimiz bilan millat. Buningda 3 bola bor. U 3 bola kichik. Uning eng cho'ngimi 12 yoshga kirgan. Haqiqat ilqi rol apaqmagan, ma kasbda bir tarbiyalanib baqmagan bolalar. Nechirat alamidi, men shundan nechirat yantirib tatib apirib bolam, qaramindan qilsa. Balam sen bunda gapni qilsang bunda bo'ladi. Ana shu u bolalarni men bilan tang o'ynaychi. Qarshimda tang o'ynayma. Deganmikan men uning bilan tang kichik bola o'tmayman yerda. Bolam bunda deb shoyang. Ana shu u bola shunday yaxshi o'ynaydi. Endi gapni yurishtirib aytsang, masalan, rejissyor bo'laylik, aktyor bo'laylik, birinchidan bilim safarimizni nayt yuqori ko'tarishimiz kerak. Ikkinchidan boshqalarga nayt illiq muomala qilib, bu jahondagi butkul kasbda yurgan har qanday odam bo'lsin, o'zaro bir-biriga illiq muomala qilish kerak. To'g'ri. Uningki ishning natijasi nayt yaxshi chiqadi. Açıklangandan keyingi nurg'unlagan, keltirib chiqargan oqibatlarning yaxshi emasligini his qilib yetgandan keyin, endi shu hozir endi Qasim mayli film ishlash jarayoni bo'lsin va yoki oiladagi suyimli hamrohlarga muomala qilish jarayonida bo'lsin ochiqlanib ketmaydi-ku deb o'ylayman. Men kasbda rejissyorlik, aktyorlik to'g'riliq ochiqlamayman deb xotinni bek urdigan o'xshaydi deb o'ylayapmanlar. O, xotin bek uraydi meni, bek uraydi. Ko'rganimni sindirib, men rentigimni o'lib, aslında bir işler bo'ldi. Endi amal va shu ayolimdan tayoq yemaydiganga tirishyapman endi-chi men. Tayoqni qilishib bunda. Mening oilamda mening bir faqirlangan yerim turmushda balki talish bo'lib qoldi. U darhaq ish endi, u talish bo'lib qoldi. Masalan, kunda jinim xotin tamoq etdingizmi? Endi anchuncha turmush bunu da gap talish. Ammo mening turmushimda gap talishdan boshqa urush, jidal deganlar asosiyatdan shu 300 ming kilometr neriroq bir yerda endi. Menga shunday bo'lsin. Menga shunday bo'ldi deb o'ylayman. Endi yana qaysi savolingizdan tomoshabinimizdan savol bor ekan. Sizdan so'rab baqsam Qosim aka, shu shaxsan men san'atni yaxshi ko'raman-ku. Bu san'at asosiy bu iqtisod
iqtisodiy masalasi bek ig'ir bir masala ekan shu bu. Maktabda o'qiyotgan chog'laringizda shu hayotingizdagi iqtisodiy masalalarni qanday hal qilgan bo'ldingiz? Yana bir savol. Madam shu hayotingizda fursat bo'lsa, Bollywood deganda kinolardagi artistlarga o'xshash ashtaq rollarni elib, iqtisod ya'ni sharoit yor bersa, Şinjan'dami ashtaq filmlar, kinolarni ishlashni o'ylab baqdingizmi? Arzu qilib baqdingizmi degandek. Ali Mektep'te asasen şu film işleydi. Biz bir kalık çıkıp verdik. Sonra annesi bir konçem kulamaya, kamayla bir kalık çıkıp verdik. Ananıken o filmden haklarının ne kitnalıkını bilmeydik. Biz hem de sağdaş boğaçka mehir muhabbet üstün kep ketip meyli de çıkıp egen. Biz koşal bulduk da meyli pul verip olsun çıksa hop geldi. Pul elini uyaktırıp pul verip çıksa hop geldi. Bugün mutmak burayla. İşte sabahlıkımızdan boğalıqıdan suyunduk da. Bir yaxshi maqsadimi? Ya rahmat. Lekin endi nimla bo'lsa shuni deymiz ku. Mesela Gülşen'e kettinge rahmat. Gülşen'den endi günümüz nima yaxshi bo'lsa. Bir nokta insanlar tushunsin, turmush adam hamma narsaga boshlaydi. Turmush. Adamni har yo'lga boshlaydi. Mening oilam bek holliq seviyaga yetib ketgan millionning bolasi emasman. Normal. Yoki bek iqtisodiy ojiz aile tipi kirmayman. Men normal bir aile tipi kirmanda. Ama mayli normal aile tipi kiren, mayli holliq seviyaga yetgan bo'lay. Bizning uyda 3 o'g'il, men uyning cho'ngi. Bundan ekan mening ikkinchi inim harbiy qurolli saqchi turgan. Kichik inim oliy maktabda o'qiyotgan. U vaqtida 3 yilimiz asosiyatdan shu pulli deydigan bosqichimiz kelgan shu. Pulla. Üç balının o'tirib yosh farqini bek kichikda. Bizniki yosh farqimiz bek cho'ng emas. Masalan 3 yosh, 4 yosh, 2 yosh degandek ashunda arliq borda. Demak, hammamiz asosiyatdan 19-20 degandek bosqichga berib bo'lgan vaqtim. Ota-onamningki u chog'larda boshqa kirim yo'li yo'q. Faqat shu idoradan olgan maoshlar 3 balaning chiqimiga desa u asla yetmaydi. Shuning bilan men uyning cho'ng bo'lish bilan qana qilma. Men buni texmi o'ylashim kerak. Shuning bilan o'ylab to'xtatdim. Birinchidan mening o'qiyotgan nima? Mening o'qiyotgan kasb. San'at kasbimdan undan foydalansam bo'lmamdi. Masalan, men rejissyorlik o'qituvchilarimdan rejissyorlik darsini olib baqdim, aktyorlik darsini olib baqdim. Undan keyin men bir narsa yozib baqay. Men oldi bilan yozgan vaqtimda bir post yozgan. Post yozgandan keyin bu post men bekarab ketgan. O'zim yozganlik, hamma odam o'zi qilgan ish bekaraydi-ku o'ziga. Men bekarab ketgan. Voy, u postni oshqan zamonda yig'laydim-da. Nima o'qiyapti? Bekar chiqqanman. Chiqqandan keyin qanday bo'ldi? Buni meningki Gülşen qatorliq bir turkum savodoshlarim ko'rsatdi. Men o'qib qolmoqchi o'qidi. Bular shunday yaxshi bo'ladi. Ko'chadingmi? Men yozgansam, ay menga sen buni yozamaysan. Bu rost yozdimsan. O'yindos muborak bo'lsin, bek yaxshi yozibdi-juma. U bo'ldi dedi. Shuning bilan buni turib o'ylab qoldimda, ssenariyalashtirib qo'ysam qanday bo'lar? Odam insonlar bo'lsin bir narsa sinab chiqish kerak-ku. Chunki sinamay turib bir belgilamaydi hech qanday ishni-ku. Shuning bilan uni ssenariyaga o'zgartdim. Ssenariyam shunday yaxshi chiqdi-da. Xo'sh, oxiri bosib keldik. Endi buni ishlasam qanday bo'lar? Nima degan paytda postni yozib ssenariy o'zgartirsam qanday bo'lar? Ishlasam qanday bo'lar bilan tang 2002-yili Qabat muhabbat deydigan bir filmni rasmiy ishlab chiqardim. Uning iqtisodini qanday qildim qansa? Uning iqtisodini so'ng to'xtatdim. Ota-onam jafo samaydi, buni boshqa amal qilay deb so'ng tuqqanlardan so'radim men. Anda qilmanglar, men berib turinglar. Sen dargumon bo'ldi endi bu nima ish qildim? Chunki 3000 koy so'radim-da, unda 3000 koy menga nisbatan shu vaqtga nisbatan oz pul emas. So'ng oxiri undab ularni ishondi. Men dedim, bir oy vaqt beringlar dedim menga. Ya bir oygacha ishlaydigan ish o'rnim yo'q, maoshim yo'q, ya bir yerdan chiqadigan bir pulim yo'q, haqqim munda bo'layotganga bir oygacha qaytarib yetmaydi. Unchaqda bu yerlarni 3000 koy olamki, aman tutgan ma'nosi bor, maoshi.
ağlap boğatmışsam, ben bir küçük bir soyma boğattım da kalmaldım. Şunu kayırttıra, bir ayınki kaytır etmedi. Şunu koyuyorlar, savadaşlarımızdan hamkarlaştım, yaxşı paranlaştık, yaxşı pilalarını tuzduq. Bir haftada Qabayat Muhabbet degan filmninki uçaqda Vestina, taraqqiga vaqtlarda bir haftadan şu suratga ap bo'ldim men. İmkanning barcha yalvurdigan odamning hammasi yalvurib Pul qaşmaydiganning ishini qildik. pul qaşmaydiganning ishini qildik. Shuning bilan 3000 ko'p ishlab bitirgan onu deyipti, o'nggacha film sotgarlar kelib, qancha pul sotdi. Endi bir taklif qilib 3000 ko'p bersa qayg'im to'laysan deb o'ylabman-da kallamda. Uni demagan bo'g'oydingiz. Ya onu demagan, shuning bilan endi 3000 ko'p bersa qayg'im to'laysan, men haqni oldida bir oyda qaytarib etdim-ku deb aqsa turaysan. Bo'ldi, senmo jiq o'ylanma. 30 ming ko'yraydi. Vay. Muşum topamında 30 ming koydu menga awa. Şunu mayli qaçasiz, azir alamsiz. İlan abim hozir. Aksana. Qachon to'xtamishimiz? Oldin qancha zakalat bersiz? 3 ming koyni berin qaytirib debman. Şunu bilan onu olan çaqçaqlashib, onu qildik, bunu qildik, sonra to'xtam yozdik. Pul kirmidi, ammo bir xo'shalchilik bor menda. Yani to'xtamni saldim 30 ming qo'y, yenimda bor deb yurdim. Uyga beribman, tiqim menda o'tirakma, o'zim 30 ming qo'y bor deb. İşning beshi noy tasuludu. Endi bayatdan iqtisodni qanday hal qildingiz deb so'rdi bu o'yinimiz. Endi to'g'ri, balkim kunlarning bir kuni ekran oldida ko'rmanlarning oldiga yoki mush naq maydondagi ko'rmanlarning oldiga balkim uchraydi bunday ishlarchi. Ammo bir nuqta esinglarda chin tursin, o'zinglarga jang e'lon qilsanglar, o'zinglardan xalqit etishinglar kerak. To'g'ri. Bir og'inanglar ya bir sog'disinglar ya ota-onalar. Yo buldujumuz, ya. Adam qo'rqatmalar bo'lmaydi. Bo'lmusuncha bo'ldi, deb demak, qippaqa, menimcha bo'ladi. Şu çağda ben 3000 koyga tevekkül kılamamışsam, Kasım Kurban bugün masakında oturup bulamaydı. Hem işkin sol, tekim çoğun obrazlarını yaratmamızdan, çoğun filmler katlaştırmamız Hem de bunda çoğu, mesela ben adette ehtiyazda teşhir çıksam, pek kardap gittim hem de, haddiden ziyade çok, şunu urayı ve gelmişim kardap. Ehtiyazlık çırağını kösanlar, asas yetmemiş Hindistan'a yıkırak çırağını çıkıdı benimki. Şunun qarabma amanlarmış, Bollywood'da beriş ihtimalim var deb o'ylayman kallamda. Endi ma'noni bir misol keltiraman. Mesela 2003-yili Cho'nqochoqda yer tevirgan ekan bizning hukumatimiz nihoyatda zo'r kuch bilan qo'llab yurtni asliga keltirish, qayta qurish qatorliq xizmatlarni nihoyat astoydil ishlaydi. Xalqimizning yangi turib chiqib, nurg'un yaxshi xizmatlarni ishlab Cho'nqochoqni nihoyatda go'zal bir shaharga aylantirdi-da. Ham buning tashviqotini qilamiz deb biz bardoq kino ishildik. Bu kinoni ishlagan ekan Kenshan kino studiyasininki. Tanlıq rejissoru Yengolsan bilan men Dilbadam bir mo'y kesib tashlan. Shuna qilib bu film ishildik. Nurg'un jafo tortdik. Endi ashadda yotadiganga shu muhitning o'zida yotadiganга o'zimizning qarvatlari, o'zimizning yo'tqonlarini achadan ilib turib ishildik endi filmni. Endi shuncha jafo tortgan kuchliq mening eng qo'shilgan, eng faxrlangan yerim mush film Gana kino ko'rgida oltin kepirak oldi. Mana Dünyada her qanday kino bilan shug'ullangan har qanday bir odamga sening nima orzuying bo'lsa, shu Oscar mukofotini bir tutib baxsam qanday bo'ldi deydi. Mening umidim nima tutib baxsam deyman, kunlarning bir kuni jazman mush umidim amalga oshadi. en ko'p tirikchilik qilishni. Yana qaysi narsangizning savoli bor? Gülşen'e Qasımta yaxshimisiz? Yaxshi o'qib. Mushu Qabahatlik muhabbet degan filmninki naqsini naq meydan o'rinlab bersangiz bo'ladimi? Buldu? Nali javob berayotgan bu bulduda? Rad saq bo'lmaydi tomoshabinlarning fikrlarini, arzu armonlarini. Buldu, men o'rnab beray. Balkim aranlarda anlaganlar uchun bulupmu mavi. Asasen anlaganda. Bulupmu mavi 2010'dan keyin tug'ilganlar menimcha uni anglab baxma deb o'ylayman. Endi men rasmiy kasbiy bir naqshchi emas. Ma'ni men oldin ola bir davolay. Endi
shunda bir xil chiroyli chavitib turg'a deb ketib qolsa ma qoydi deb turibamanglar endi bilmeptimen kechir gülüm Keçir savaq bitdim. Bereysen banka koyup lişisini heptime keçir savaq düşün dep turib endi bereysen fursat yo'q savaq düşün manasını alğandan keyin balkim bu bek teksti yomon chiroyli degan muzikchim chiroyli biroq qizlarga kuyab qo'yib yozgan bir naqshimi deb o'ylab qilishinglar mumkin. Endi bir qizlarga kuyib pishib yozgan naqshimi emas. Endi shu filmning ehtiyoji bilan yozgan naqshchi. Shunda qolgan bir anglagandan keyin sizlar kichkina bir ta'sir qilganmisa men shundan xush. Rahmat. Bugün ben de Kasım'ın sonunda katın nakşi etişini anlaşırken O burun dehşet ettim ben. Biz 2000 yıldan başlap konuşkan bolsak mına 20 yıl oldu da. Bulaydı. 20 yıldan yakın ben Kasım'dan nakşi etkinini anlap bakmaptım. Hocayın sizge rahmet etsem. Sizin ziyaret kıldan bir fırsat yaratsaydınız. Eğer bu fırsatı beğendiğin bolsanız ben bu yer kandak riyasetçilik kılamaydım. Eğer riyasetçilik kılamayacağım bolsam nakşınızı anlayamaydım da. Dikkat kılamayacağınız yani nakşi etalayacağınız hep usulgümü bunda. Mayır kendinizi bilmeydi kendinizi. Sergi mayır kötü kadın. Gördün mü iş bitti. Sevrdimden de ertogün birayda uçuruş kalsak deydiğen oldu da sen de savaq için bağlıqıdın numus qılmaydı. Sevrdin mi bekmaqtıgan biz köp qırlıq sənətkar siz onun da eşip ketkenkin. Yo'q, bizning ma'lumlar shundan sarxil qilib ketgan. Ma'lumlar rahmat desaq oldu. Ular bizni haqiqatan ko'p tarafdan tarbiyalaganlik uchun, masalan Gulchandek tanliq riyosatchi, Sevrdindek tanliq riyosatchi, yoki aktyor yoki bizning izga o'xshash tanliq operatorlarimiz degandek nurg'un bolalar chiqyaptidan bu yerda biz savodashlarimizni maqtavermayli. Qisqasi, sizlarmi o'qituvchilarning gapini yaxshi anglab, yaxshi o'quvchi bo'lib, ko'p bilimni egallab olib, keyingi istiqbolinglar uchun bir turish taqsanglar bo'ldi. Rahmat. Nurg'ungan güzel əslimələrni əsləb tutduq. Oylab baxsaq şu güzel əslimələr bolğanlıq üçün bugün biz mana bu yerdə oturub şunchalik ahamiyatlik, ma'nilik bo'lgan hayotiy kechirishlarimizni so'zlayoladiganmiz. Eng oxirida yana shu güzel tilaklarni tilaymiz. Salomat bo'ling. Rahmat. Shu şirketimiz Texmurunaq Tapqa, yana Şinjan Kamera Madaniyat Tarqitish şirketimiz, programmamiz xalqimizning ko'rmanlarimizning haqiqiy yaxshi ko'radigan programmalarining qatoridan o'rin olg'ay. To'g'ri. Endi mening o'ylaydiganim birisi sizdek nayt qobil bir riyosatchi texniklarning yoki mush atrofimdagi nayt bir yaxshi bir do'stlarimning mush programmada men bilan hamkorlashib turganiga shunchalik qo'shman. Ikkinchidan bizning shirkatimizning Şinjan Kamera Madaniyat Tarqitish shirkati buningdan korxonchi ustozlarga, hukumatimizga, xalqimizga texmi yaxshi bir sahnlarni hozirlab, tashviqot sohasida eng oldida turadigan, oldingi o'rinda turadigan mushundaq bir yaxshi bir sharoitni, mushundaq yaxshi bir o'rinni egallaymiz deb o'ylayapmiz. Ham shuning tirishimiz. Buning uchun korxonchilarning biz bilan hamkorlashishini, xalqimizning bizning mushundaq yaxshi bir programmalarimizni qo'llab turishini, yaxshi ko'rib turishini chin dilimdan umid qilaman. Hammalarga ko'p rahmat. Rahmat, xalqim. Programmamiz esa oyoqlashgan Kingston programmamizdan men yana kim bilan kulmankin. Kimni taklif qilamiz xo'jayin Kingstonda? Kingstonda bizniki tanliq san'atchimiz kim kaskanman. Qasim xo'jayin kimni taklif qilmadingiz, shuni taklif qilamiz. Albatta ko'rmanlarimiz yoqtirg'idek ism program ishlashga tayyormiz. Do'stam programmamiz bu yerda oyoqlashdi. Kingston ko'rishaylik. Xayr xo'sh.